Qoshlarim qanday chidaysan dardim bilib. Voy, o'lmasam. Я не поняла, мы что, больше не увидимся? Yo'q-de. Ne? Ajrashmoqchi edingiz-ku. Ana aytdim-ku. Hozir to'xtagan. Ishonmayapsanmi sen bizga videoni tarqab ketganiga? Nega vahima qilyapsan? Kirib ko'rgin. Qaysi qo'ling singir oldi bu videoni? Bilsanglar aytinglar, kim olgan bo'lishi mumkin? Bilmaymiz, Stas. Bilmayman mana. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Nargizani kuratoriman. Bilasizmi? Nargiza uydami? Yo'q, dars tugagan. Bilasizmi? Nargiza oxirgi vaqtlarda o'zgarib qolgan. O'ychan, xayolparast. Bugun sal ko'ngilsiz voqea yuz berdi. Hoy qiz, Allo. menga qara. Nimalarni boshlab yuribsan? Qayerlarda yuribsan? Tez uyga yetib kel. Kim? Nima bo'ldi, oyijon? Hozir boraman. Kelsang, oyog'ingni sindiraman. Hali mendan ko'rasan yaxshigina. Nimalar qilib qo'yding bilasanmi? Tinchlikmi, oyijon? Nimalar deyapsiz? Seni rasming, videolaring hamma yoqda tarqalib yuribdi. Internetga chiqib ketgan, bilasanmi? Yetib kel tez uyga dedim. Xo'p. Nima bo'ldi? Hozir shoshmay tur. Allo. Menga qara. Nimalar qilib yuribsan? Sen oyimga aytdingmi? Hamma bildi, sendan tashqari. Nimaga tarqatib yuribsan rasmlarimni? Nima xohlaysan? Nima deyuradi bular? Menga qara. Rasmni Layloni Telegramiga tashlavor. Nima bo'ldi? Tez menga Telegramingni ochib ber. Bo'la qol tezroq. Xo'p. Nargiz? Sen oldingmi? Nargiz jinnimisan? Nimaga men olaman? Sen shunaqa odam ekansan. To'xta. Ish qilib holingizlar xafa bo'lishmasmikin? Ne hasratda qiz o'stirib, o'qitib, uylagan yigitdan sovchi bo'lib kelishdi deb. Oyijon, sizni xolam juda ham hurmat qiladilar. Yo'q demaydilar. O'zim o'rgilay. Qaniydi yo'q demasalar. Lekin bir tomondan uyalyapman. Guldek qizga borishga. Oyijon, uyat joyi yo'q. Undan keyin bizni oilamizga bersalar beribdilar-da. Bitta-yu bitta qizlarini. Ham katta dargoh, ziyoli oila. Sizdagi qudali bo'lishni kimlar orzu qilmaydi? Ha, shuni ayting.
Yaxshi, jiyaningiz esingizga kelib qopti. Ha, bilgan odamimda baribir. Keyin ovsinimni yomon bo'lishini men ham xohlamayman. Ayniqsa jiyanimga yaxshilikni ravo ko'raman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi bolajon? Rahmat. Yaxshimisiz Nodirjon? Uzr, oyijon shundoq gaplashib oling. Rahmat. Ha, bolam? Gulomadingmi? Mashinada turibdi. Bo'pti bo'lmasam. Unda xonangga kirib damingni ol. Ha, kiyimlaringni bersang, dazmollab tayyorlab qo'yardim. Kiyim shart emas. Bolam, hammasini pishitib, yo'lga qo'yib kelamiz. Men xonamda bo'laman, oyi. Mayli, boraqa, boraqa. Laylo, buncha kech qolib ketding. Sendan xavotir oldim-ku. Nima bo'ldi? Ko'zlaring nega qizargan? Yig'ladingmi? Tinchlikmi? Ishtasi bo'lgan oyi. Assalomu alaykum oyi. O'tirma bunda. Sen qiz nima qilib yuribsan? A? Nima qilib yuribsan? Mana buni qara. Bu nima? Gapir! Internetga chiqib ketganingni bilasanmi? Sharmanda! Sharmanda qilding-ku! Sharmanda qilding-ku! Bu nimasi? A? Otenga nima deymiz? Butun mahalla gapirib yuribdi. Oilamizni buzyapsan-ku sen. A? Nomimizni bulg'ayapsan. O'qish, o'qish, o'qish. O'qishga ketyapman. Shumi o'qish? A? Oyi, meni eshiting. Hech narsa qilmadim. Seni eshitib ham o'tirmayman. Kim u? Qayerda yuribsan? Qaysi xonadonda? Qaysi xonadonda tushding? Oyi, bu uy emas-ku. O'chir ovozingni. Oy. Endi nima qilamiz? Otang bilib qolsa ikkalamizni o'ldiradi. Voy. Voy. Buvingga nima deyman? Nima deyman? Sharmanda qilding-ku. Sharmanda qilding, sharmanda. Ey behayo. Tur o'rningdan. Otang kelguncha doktorga boramiz. Tekshiraman seni. Tur o'rningdan. Qiz bo'lmay ket. Behayo. Alo. Assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Xola, Guliga ayting, sal siparoq kiyinib olsin, xo'p? Biz hozir boramiz. Bo'pti, xo'p.
bilasanmi, baribir u seni yaxshi ko'radi. Agar seni yaxshi ko'rmaganda, shu paytgacha sabr bilan kutmagan bo'lardi. Uzr, nima deyotding? Xo'sh, qo'y, siqilaverma. Uydan hech kim seni haydamadi. O'zing ketding, to'g'rimi? Rostdan ham. Hm? Meni hech kim haydagani yo'q. Aziz, sen ketaver, men o'zim boraman, xo'p? Bo'pti, ko'rishamiz. Bo'pti, xo'p. Xo'p, mayli, xayr. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vaqting bormi? Bor. Nima qilish kerak? Bitta joyga borib kelaylik. Qayerga? Uyga. Opa, nimaga yana qaytishga qaror qildingiz? Bu nima deganing? Endi hech kim chaqirmagan bo'lsa, Hech kim haydagani ham yo'q. xursand bo'lib o'tirishgandir, siz ketganingizni bayram qilib. Ozgina sabr qiling. Tushunmayman-da, nima qilasiz o'zingizni bunaqa yerga urib? Ozgina sabr qiling. Balki pochchamni o'zi kelib olib ketar. Mashinani to'xtat. Nega? To'xtat. O'zim ketaman. Opa, o'tiring. Uzr, o'tiring. Ketaver. O'ylamay gapirdim. Ketaver. Opa, o'tiring, o'zim olib borib qo'yaman. Kechirim so'radim-ku. Ro'yxat bo'yicha hamma bemorlar keldimi? Assalomu alaykum. Endi borib kelishimiz ham kerak shekilli. Assalomu alaykum. Assalomu Ayollar alaykum. shifokori nechinchi Yuqorida qavatda? ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavatda? Ha, Xo'p, 4-chi rahmat. eshik. Yurma bunda. Seni kasringga mana shunaqa joylarda yurishim qoluvdi. O'lganim yaxshi edi bunaqa sharmandachilikdan. Hech narsa bo'lmagan, oyijon. O'chiravazini. Dadang kelgunicha uyga borib tez qaytishimiz kerak. Mana hozir endi doktorga nima deyman? Kirmaylik o'sha yerga. Sharmanda. Kiring, Sen shu yerda tur. kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Mumkin, keling. Xo'sh, nima bezovta qilyapti? Nima deyishni ham bilmayapman. Voy, hozir zamonni ko'ryapsiz-ku. Yaxshi bor, yomon bor. Ko'chada har xil odam bor. Siz oldin o'zingizni bosib oling, hayajonlanmang. Ismingiz nima edi? Ismim Nigora. Nigoraxon. Oldimga har xil ayol qizlar kelishadi. Hammasini ko'raverib, tekshiraverib, ko'zim pishib ketgan. Ha, shunaqami? Siz hayajonlanmasdan, Ha, sekin aytib bering. Hammasini eshitaman. ha. Sizni tushunyapman, onasiz. Balki qizingiz siz o'ylaganchalik emasdir. Qizim Unga ham oson emas. Nigoraxon, siz xavotir olmang. Yana tekshiramiz. Qiziz shu yerdami? shu yerda birga kelgan qizim. Mayli, chaqiring. Qizingiz bilan bir gaplashib ko'raylik. Hozir chaqiraman Xo'p, qizimni. chaqiring. Ko'p siqilavermang, Nigoraxon. Xo'p, Mayli, chaqiring. hozir chaqiraman. Hozir. Nargiza? Nargiza. Nargiza?
Kechirasiz, bo'yi baland Assalomu qizni alaykum. ko'rmadingizmi? Yo'q, Boya yo'q, men bilan birga ko'rmadim. kelgandi. Yo'q, Baland bo'yli qiz. opajon, ko'rmadim. Ha, Ha, xo'p. ko'rmadingizmi? Mayli, Sog' xo'p. bo'ling. Ha, dadajonisi. Qizingizni doktorga olib kelgandim. Bo'ldi, hozir uyga yetib boramiz. Ha? Xo'p. Uf. Qayerga ketdi endi bu qiz? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Ha, keldim. Yaxshimisiz? Eshikni yopyapsan. Opang qani? Opam uyga ketdi. Uyiga ketdi. Nega? Bu nima deganingiz? Uyi bo'lgandan keyin ketadi. To'g'ri, to'g'ri. Bering qo'lingizdagi. Haligi eri bilan yarashganmikin deb so'ramoqchi edimda. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Xudoga shukr, xudoga shukr. Yur, ovqatim tayyor, ovqatlanamiz. Soat 7da Germaniya bilan jiddiy suhbatim bor. Agar yaxshi taklif bo'lsa, yana Yevropaga ketishim mumkin. Ana, o'zing endigina kelding-ku, darrov ketaman deysan, ha? Oy, menga qara. Onajon, siz duo Agar qiling. mabodo ketadigan bo'lsak, oldin uylanasan, undan keyin ketasan, bildingmi? Siz duo qiling, oyi. Men duo qilaman. Duodaman hamisha bolam. Omadingni bersin, ilohim, omadingni bersin. Lekin uylanasan, mana bu sochlaring to'kilib, oqarib ketgandan keyin kim senga qizni berar ekan? Bitta qiz bor. Lekin hali yosh. Xudo xolisa o'qishini tugatsin. Rostdan ham bormi? Ha. Men taniymanmi? Yo'q, tanimaysiz, oyi. Soat 7da suhbatimni o'tkazib olib, bafurja gaplashamiz. Xo'p, iloyo yuzing yorug' bo'lsin bolam. O'tirmasdan qarashmaysanmi? Ana, bo'larkan-ku. Qara, yuzlaring ochilib, yosharib ketibsan. Har doim eri o'lgan xotindek sochingni yoyib yurasan. Menga qara. Uchrashuvga chiqqanda bor-ku, dubayma-dubay yurganlaringni aytib, o'zingni ham, meni ham sharmanda qilmagin, xo'pmi? Не беспокойтесь, мам. Qizingiz eng aqlli, eng odobli qiz. Shu qaynona-qaynotangning xizmatini qilishingga hech ko'zim yetmayapti-da. Dilapam bor, ne g'amim bor. Voy. Voy, nima g'amam borimish. Yaramas seni. Kelishdi. Qani ilohi omin, tinchlik xotirjamlikni bersin. Xonadoningizda faqat to'ylar bo'lsin. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'ring. Omin. Allohu akbar. Xush kelibsiz, Xudo xolajon. Xushvaqt bo'ling, xushvaqt bo'ling. Xudo xoladi men, xudo deng. Voy. Mohiraxon, yaxshimisiz? Katta kichiklar, jigarlar, hammalari yaxshi yurishibdimi? Rahmat. Hammalari yaxshi. O'zingiz qanaqasiz? Rahmat. Tuzukmisiz? Quda buvam yaxshimilar? Allohga Bolalar, shukr. navaralar yaxshimisiz? Rahmat. Bir kelibsiz-da, opa. Alhamdulillah, rahmat. Bu meni qizim ham yaxshi yuribdilarmi? Yaxshi, yaxshi. Guli, choy olib kelib borgin, qizim. Men hozir. Ha, mayli. Guli. Nima qilyapsan? Choylarni olib kirmaysanmi tez-tez? Qara, qaynab ketibdi-yu. Bu nima ahvol? Uyalmaysanmi? Tozalab qo'ysang bo'lmaydimi? Hozir kirib qolsa sharmandamiz chiqardi. Tezroq olib kir. Kam-kamdan qo'yib ber. Tarsillatmasdan qo'y. Sekin.
Assalomu alaykum. Xush Va kelibsiz. alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling qizim. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? O'zim o'rgilay asal qizim. Rahmat bolam, rahmat. Oling, choyga qarang. Ha, mayli. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat qizim, baraka toping, rahmat. Oyjon, oling, choy iching. Choydan oling. Ha, Olib o'tiring. rahmat. Mohiraxon, Dilfuzaxon aytgandirlar. Kelishimizdan maqsad Aytdilar, Ha. aytdilar Xudo xola. Siz bo'lganingizcha yo'q deya olmadim. Axir sizni hurmat qilaman-ku. Ha. Mana Dilfuza jiyanim sizni xonadoningizga kelin bo'libdiki, Ha. mahallaning eng oldi kelini bo'lib, gullab yashnab yashab yuribdi. Bundan ortiq nima kerak, opa? rahmat, ko'z tegmasin, baxtli bo'lishsin. Bizda ham mana har kun tinchlik yo'q. Kunda kunora sovchilar kelib tinch qo'ymaydi. Ha, endi qiz bola ko'prik bo'ladi-da, so'rab kelishaveradi. Shunaqa. Endi Mohiraxon, men to'g'risini aytaman. Xo'p, Yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Mana Dilfuzaxon ham biladilar. to'g'ri. Nodirjonim bekorga shuncha umrini o'tkazdi. 9 yil kutdi. Farzand bo'lmadi. Bular endi yaxshilik bilan ajrashishdi. To'z to'polonsiz, janjallarsiz, hammasi chiroyli hal bo'ldi. Endi bolam sovpa-sog', chunki men onaman, bilaman-ku. Nimagadir yuragim sizlarnikiga tortaverdi. Bu taqdirda, opa, bu taqdir. Men nima deya olaman? Hamma gap yoshlarda. Ko'rishsin, gaplashsin. Bir-biriga yoqsa biz nima yamdirdik, opa? Endi Mohiraxon, Nodirbegam birga kelgan. Pastda kutib turibdi. Agar ruxsat bersangiz, ikkala yosh bir-biri bilan ko'rishib gaplashib olishsin. Nima deysiz, Dilfuzaxon? To'g'ri aytasiz oyijon. Bo'lmasa men Guliga xabar beray. 2 yosh ko'rishib, gaplashib ko'rishsin. Ularga qorovli kerak yo'q-a? Men hozir. Mayli. Siz hamma narsani bilasiz. Mayli, boring. Ha, Ha, oling, mayli. oling. Oling, Xudo xola. Olib o'tiring, Ketdilarmi? oyijon. Ha, mayli, olaman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanimabman Guli. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'qishlar bitdimi? Rahmat. Yaxshi. Hammaga ham nasib qilmaydi chet elda o'qish. Adashmasam grant yutgan edingiz, a? Ha. Albatta, o'zingiz yaxshimisiz? Menmi? Ha. Yaxshiman, rahmat. Katta qiz bo'lib qolibsiz. 10 yil oldin kichkina qizcha edingiz. Akamning to'yida rosa o'ynagansiz, davronni bermasdan. Esimda bor. Yaqinda disklarini kassetaga ko'chirganimda o'shanda ko'rib qolib eslagandim. Bu gullar sizga. Sovuqda turibmiz, so'lib qolmasin. Oy, rahmat. Juda ham chiroyli ekan. Здесь не очень удобно стоять. Много соседей. Может быть, зайдете к нам в гости? Jon deb kirardim. O'zi qornim och. Hamma ovqatingizni yeb qo'yishim mumkin. Boshqa safar. Ну, идемте, может, зайдете. Rahmat. Sizni hijoratga qo'ymay. Sovqot qolmang, kiravering. Rahmat. Если что, тогда пишите в Телеграме. Xo'p, xo'p. Hamma savollaringizga javob beraman. Xo'p. Mayli. voy o oziqloqda-ku. Qayerda yuribsan? Oying kelmadimi? Yo'q, hali kelmadilar. Qo'yinglar shu ishlarni. Bo'lmaydigan savdo. Uzr deb turib chiqib keting. Sabr qil, uchra vazini. Sal o'ylab gapirsangiz bo'lmaydimi? Maqsadingiz qizingizni uzatishmi? Ilhomni uylantiradigan bo'lyapmiz. Men ham endi kelinlik bo'laman, xudo xohlasa. Yaxshi-ku. Qaynonam ham sizga o'xshab xursand bo'lyaptilar. Senga yig'ishtir dedim. Yaxshi qiz. So'qadosizmi? Uzatib qo'yaymi? Bor Melisaga berib borgan. Sani endi boru hamma mana bunaqa qiz deb o'ylaydi.